sizning ishingiz, sizga prezident yuklab qo'ydi, tarbiyani qorin yozib bersin dedi. Siz menga bu tarafni qo'ying, u taraf boshqa taraf haqida gapiramiz. Ko'rdingiz? Demak, hamma tarafga tayyor bo'lishimiz kerak. Ana shunday narsa. Shuning uchun bitta narsa, hech qachon bitta narsani men ba'zida aldasalar yoki bir narsa desa, 1-2-3 marta yosh ko'rinib qoladi shu. Bu shunaqa odam. Shuning uchun aldamaylar. Men bizga bugun jadidchilikni Rodaga katta rahmat aytish kerak. Bu yerda juda ko'p hali uni ichiga kirib ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Bizga prezidentimiz 100 yilga qaytarib bermoqda. 100 yil bo'ldi qarang jadidlar hammasi otilib ketdi deyishadi. Shunaqa mana qanaqa joyda o'tiribmiz. Shunaqa joyda o'tirish uchun ular bizga sharoit qilib o'zini o'ldirdi. Endi biz oqlaylik. Prezidentimiz aytgandek, oqlab ko'rsataylik o'zimizni, qila olishligimizni. Maktab hayotida tarbiyaning o'rni, ota-onaning bola tarbiyasida tutgan o'rni haqida jadidlarimiz juda qimmatli fikrlarni bayon qilganlar. Bugungi konferensiyada mana shu fikrlar muhokama qilinadi va uni pedagogik amaliyotga joriy etish, ota-onalar faoliyatiga, oila tarbiyasiga joriy etish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqiladi degan umidda.